Sparkni minishga tayyor, chiroylisidan bo'lsin degan azizlarimiz uchun biz avtomat korobkadagi Sparkni topib qo'ydik. 2017-yilda ishlab chiqarilgan mashina ekan. Mana orqalariga pesojni stoplar qo'yib qo'yilgan. Undan tashqari chiroyli deflektorlar qilingan. Mashinaga qarashib minishga tayyor qilingan mini yurgan mashinalar ekan. Mashina egada mana metan gaz ballonli uстановка qilib qo'yilgan. Demak, audio sistemalari ham chiroyli qilib terib qo'yilgan. Salonlarni ko'rsatamiz. Salonlari ham chiroyli, tiniq turibdi. Chiroyli, eng qimmat chexollar, evakuar poliglar qilib qo'yilgan, multirollar, 705 audio sistema qo'yilgan. Mashina avtomat korobkada o'zimiz aytganimizdek, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, undan tashqari mashinani probegi 250 mingmi, 240 necha mingdir yurgandilar. Egalari ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mashina holati yaxshi holatda, mana obshivkalari qirilib, chizilib ketmagan, unga beparosatlarcha minilmagan mashina. Mashina holati mana o'zimiz ko'rib turganimizdek, video registrator hamma narsasi qo'shib beriladi. Hech qanday olib qolinayotgan narsasi yo'q. Oldilariga ham chiroyli obrazovkalar qo'yilgan. Undan tashqari motorlarni ko'ramiz. Mana motor holatlari, 4-pokoleniya metan, konditsioner, passager, hamma narsasi ishlaydi, bosamiz.